Xo'p aka, o'rgandim, ishqib u yoqdan ko'rdim. Sherzod aka YouTube'dagi hamma videolarini ko'rib chiqdim, lekin uncha tushunmadim. O'rgangan narsam o'sha val vaqtdan tortiladi zonalar, keyin test qilish ekan, bilmadim qanaqa holda test qilinadi. Mani zona qilib tortib olgan bo'lsam, mana уже test qilib bo'lingan, bu zona ishlamaydi-da, to'g'rimi? Yoki ma'lummi? Qaniydi H1ga o'tadigan. Men ko'pincha mana shu H1da olyapman zonalarni. M15 uncha emas. Mana bu yerda уже olindi, mana bu zonani test qilib bo'lganda, to'g'rimi? Chunki men pastga tushib chiqqan. Bilmadim. Keyin mana bu yerda ham уже M15 olgan edim. Zonani siz ham mana shu yerdan olgan bo'lsangiz kerak adashmasam. Mana bu yerdan bunga retest berib bo'ldi уже. Retest berib tepaga ketyapti. Keyin aytganingiz mana bu yerdagi buni men tan o'qib olsam, liniya qilib olsam, chunki krupniy igroklar mana shu yerda hammasi to'planib olibdi. Konsolidatsiya narx pastga ketsa kerak meni nazarimda. Chunki CVD ham selda, Delta ham selga o'zgarishni boshladi. Mana bu ozgina bayga chiqmoqchi bo'ldi. Xo'p, meni tushuncham shu edi. Men logika o'sha tushunayotgan narsalarim, oldin savdo qilayotgan narsalarim shu. CVD selga ketadi, Delta ham selga ketadi, narx tepaga chiqishda davom etaveradi, ya'ni bayga. Bay chiqib qayerdadir narx уже sekinlashib to'xtashni boshlagandan keyin men sel ochardim. Chunki narx seldagilar to'xtatyapti. Shunaqa logika bilan savdo qilardim. Unda ham kam uncha uverin bo'lmayman ham. Lekin hozir ishlatadigan strategiyalarni ko'raman, o'sha zonadan CVDga qaramaydi. Deltaga qaramasdan narx ketaveradi. Shunasini inobatga oldim. Keyin hozir mana buni o'rgatdingiz, buni hozir ko'rib уже mana test qilyapman. Qolgan mana absorpsiya deydi-yu. Absorpsiyasi nima? Men tushunmadim to'g'risi shu narsasini. Absorpsiyasini umuman tushunib ahamiyat qilmadim. Tushunolmadim. O'shani ham tushuntirib yuborsangiz zo'r bo'lardi aka. Sherzod aka yozmayapti menga.